Xo'p, ovozim yaxshi kelayotgan bo'lsa, yana ichida odam ko'payib qolsa boshlaymiz. Hamma kira olaversin. Xo'p, qanaqa savollarda qiynalyapsizlar? Qoidalarda, xo'p, o'qigan bo'lsa, nima bu, siz qancha oralig'ida imtihon topshirsangiz bo'ladi, 3 yil ichida imtihon topshirsangiz bo'ladi. Agar 3 yil yoshi ketib qoladigan bo'lsa, keyin topshirolmaysiz. Chiziqlarda, xo'p, yangi testlar, GAI xodimi, temir yo'lda, tushunarli chorrahalarda yana xatolar. Xo'p, kala so'zlari. Xo'p, kala so'zlarni o'rgataman. Aytib o'tib ketaman. Xo'p, chorrahalarda yana xatolar. Xo'p. Hammada asosiy muammosi chorraha bo'lyapti ekan, to'g'rimi? Ko'pchilikda asosiy muammo chorraha bo'lyapti ekan. Kala so'zlari chorrahalarni bugun ko'rib chiqar ekanmiz shunda. Asosiy ko'radigan masalamiz. Xo'p. Qo'shilasiz bo'ladi mana bu yerda. Elliktalik test imtihon topshiradiganlar hammasiga ham emas, 50 talik yechadiganlar, prava rishon bo'lganlar 50 talik yechadi. Xo'p, hamma kirib oldi, uje hozir boshlasak bo'lar ekan unda. Xo'p, bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan masalamiz test platformadan random ishlaymiz. Men o'zim ham bilmayman qaysi biletdan ishlash kerakligini hozir. Sizlar bilan tanlaymiz. Pastroqdan ishlasa yaxshi bo'ladi. 60 biletlar atrofida ishlayveramiz. Xo'p, 64, 65 farqi 64 dan boshlasa ham bo'laveradi. Xo'p, qaraymiz. Men sizlarga ham mabodo kerakli savol bo'lsa tashlab beraman. Ularni sizlar ham ishlashinglar kerak. Xatolar ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Gruppaga tashlayman, shuning uchun yaxshilab qarab turinglar. Xo'p, qaysi rasmda haydovchi yo'lovchilarini tushirish uchun o'z avtomobilini noto'g'ri to'xtatdi deyapti. Ya'ni bu chorahali savol. Ko'pchilik xuddi shunaqa savolda qiynaladi. Qayerda qiynalasan? Mana bu yerda choraha turibdi. Chorahaga yetmasdan 5 metr masofada turibdi. Bu xato bu. Chorahaga yetmasdan 30 metr masofa saqlaysiz. Demak, bu yerda hozir 5 metr bo'lganligi uchun mumkin emas. Tushunarligi? Ikkinchi rasmdachi? Ikkinchi rasmda piyodalar o'tish joyi bor. Piyodalar o'tish joyiga yetmasdan 10 metr masofa saqlashingiz kerak bo'ladi. Hozir 10 metr emas. Bu ham juda ham yaqin 5 metr turibdi. Ikkalasi ham qonun qoidani xo'p buzyapti. Ikkala rasm ham deymiz. Xo'p, mana shuni screenshot qilib gruppaga tashlab qo'yaman. Xo'p, bu savollarni eslab olinglar. Xuddi shu savol imtihonda keladi. Kirib chiqqanlar biladi, agar kelgan bo'lsa, yana qaytib kelishi mumkin sizlarga. Xo'p, ikkinchi savolga o'tamiz endi. Ikkinchi savolga o'tyapmiz. Xo'p, bu savolimizda qaysi rasmda haydovchi o'sha harakatlanishni to'g'ri bajarmoqda deyapti. Qaraymiz. Mana bu rasmlardan bittasida sizlarga chiziq bor. Bugun gruppaga xuddi shu savol tashlagan edim. Natijasi yaxshi chiqqan edi, ko'pchilik to'g'ri topganda. Tepada turibdi mana. Xuddi shu savol. Lekin xato qilganlar bor ekan. Agar sizlarga chiziq bo'lsa, buyurish belgi bo'ladigan bo'lsa, siz buyurish belgiga amal qilib harakatlanishingiz kerak bo'ladi. Chiziqdan ko'ra belgi ustun, buni bilasizlar. Masalan, buyurish, taxlovchi belgilar svetofordan ham ustun bo'ladi. Ko'pincha holatda shunaqa. Mana bu yerda chiziqni bosib o'tyapti, shu qonun qoidani buzmayapti. Chiziqni bosayotgan bo'lsa ham. To'g'ri javobimiz ikkinchi rasm bo'lyapti. To'g'ri harakatlanayotgani, mana to'g'ri harakatlanayotgani ikkinchi rasmda bo'ladi. Keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p. Bu chiziqlarda menimcha hech kim qiynalmasa kerak, shuning uchun to'xtalib o'tmayman. Albatta velosiped o'tish joyi, ya'ni piyodalar o'tish joyini velosiped varianti bu. Mana shu to'rtburchak chiziqlarni ko'radigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, qizil avtomobil mana sizlarga chorrahani eng keraklilaridan bittasi. Men buni hozir gruppaga tashlab beraman. Kanalga emas, gruppaga tashlayman. Hech ko'rasizlar. Kanalga ham tashlasam bo'ladi.
Xo'p, mana bu tashlagan postim tagida hozir o'zingiz javobingizni belgilab keting, qaysi biri to'g'riligini, shunga qarab men keyin o'zim javobni aytaman. Xo'p, qaysi javob to'g'ri chiqadi mana shu yerda? Oxirgi bo'lib. Xo'p, savolni ko'rdinglar o'zi. Qizil avtomobil chorrahani nechinchi bo'lib kesib o'tadi? Qizil avtomobilni so'rayapti. Xo'p, asosiy yo'lda yashil bilan qizil bor ekan, ikkinchi darajali yo'lda ko'k bor ekan. Xo'p, qizil birinchi, oxirgi, xo'p, ikkinchi. Hamma fikrini yozib qo'ysin, hamma javobini yozib qo'ysin. Xo'p, birinchi deganlar ko'p ekan, ikkinchi deganlar ko'p ekan. Oxirgi deyotganlar ham ko'p. Qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Oxirgi, ikkinchi. Xo'p, uchinchi bo'lib deyotganlar ham bor ekan. Hamma har xil fikrda. Men o'zim to'g'risini aytishimdan oldin sizlarga bilib olay qanaqa fikrdaligini. Xo'p, birinchi, ikkinchi. B javobi. Xo'p. Endi hamma yozib bo'lgan bo'lsa, ikkinchi. Nima qilinglar? Hozir siz prямой efirni ko'rayotgan bo'lsangiz, qatnashing. Qatnashmasangiz sizga foydasi bo'lmaydi. Kim o'tirgan bo'lsa qatnashish kerak hozir. Xo'p, birinchi, ikkinchi. Xo'p, hamma har xili. Xullas birinchi va ikkinchi deyotganlar juda ham ko'p ekan. Endi to'g'ri variantga qaraymiz. Men sizlarga tushuntirib beraman. Mana bu yerda asosiy yo'lda yashil avtomobil, qizil avtomobillar turibdi. Ikkalasi asosiy yo'lda, ikkinchi darajali yo'lda ko'k avtomobili. Demak, ko'k chiqib ketdi, oxirgi bo'lib o'tadi bu. Endi ikkalasidan birinchi bo'lib qaysi biri o'tishini bilib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib yashil o'tadi. Nimaga yashil? Yashil o'ngga burilyapti-yu, mumkin emas bunga deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas. Qaysi biri to'g'ri yuryapti, qaysi biri chapga, qaysi biri o'ngga emas, qaysi biri o'ng tomonda, o'sha birinchi yuradi. Ya'ni yashil avtomobili asosiy yo'lda o'ng tomonda turibdi, bu asosiy yo'l chap tomonda. Demak, yashil birinchi o'tib oladi, ikkinchi bo'lib qizil o'tadi, oxirgi bo'lib ko'k avtomobili harakat qiladi. Tushunarlimi bunisi? Xo'p, svetoforda qaysi ishorasida avtomobil haydovchisi qayrilishni tugalashi mumkin deyapti. Endi qaraymiz. Mana bu svetofor haqida gap kelyapti. Shu svetofor qizil bo'ladigan bo'lsa tugalashingiz mumkin emas, yashil yongan payti ruxsat etilaveradi. Demak, to'g'ri javobimiz yashildir. Tushunarliki, bu oson savol, qiyin savol emas. Sizni men ikkita svetofor qilib chalishga harakat qiladi. Men yashil boru, hozir yashil deb qo'ysam, mana shu yashilmikin deb o'ylab qoladi ba'zilar. Yashil deb qo'ysam, hozir mana shu javob bo'lib qolar. Yo'q, unaqa emas. Mana svetofor haqida gap ketyapti. Yashil yonsa keyin yurasiz. Xo'p, sanab o'tilgan hollarning qay birida qatnov qismini o'ng chetidan yoki yo'lni o'ng yoqasidan qayrilib olishga ruxsat etiladi? Buni kalit so'zi bor. Men kalit so'zni aytishimdan oldin bitta sizlarga tashlab ko'raman bu savolni. Keyin kalit so'zini o'zim aytaman. Xo'p, mana hozir tashlab qo'ydim. Bitta ko'rib turib, yaxshilab o'ylab turib javobini belgilab qo'yinglar, tagida yozib qoldiringlar. Men hammanikini ko'rib chiqib, keyin aniq javobi bilan kalit so'zini aytib o'tib ketaman. Sanab o'tilgan shartlardan qaysi birida, xullas holatlardan qaysi birida deyapti. O'ng tomondan, ya'ni yo'lni o'ng tasmasidan qayrilib olsa bo'ladi deyapti. Qayrilib olishga qattiq ruxsat etiladi deyapti. Xo'p, birinchi, ikkinchi, birinchi, xullas hamma har xili, hamma yozib qo'ysin. Xo'p, ikkinchi yana birinchi. Xo'p, hammada har xil ekan, lekin ko'proq B deyishyapti javobini. B to'g'ri bo'ladimi, aniqmi? Xo'p, yaxshi, unda to'g'ri javobni o'zim aytaman. Kalit so'zini yozib qo'yasizlar. Buni kalit so'zi chorrahadan tashqarida bo'ladi. Ya'ni chorrahadan tashqarida siz qayrilib olayotgan bo'lsangiz, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Chorrahaning ichida hech qachon o'ng tomondan kelib qayrilib olashingiz mumkin emas. Ming sig'masizdan boshqa bo'lsa ham mumkin emas. Agar qatnov qismining kengligi chetga chap holatdan qayrilib olishni yetarli bo'lmaydigan bo'lsa, o'shanda ruxsat etiladi xolos. Tushunarligi? Demak, chorrahadan tashqarida degan so'zni daftaringizga yozib qo'ying.
Keyingi savolga o'tyapmiz. Transport vositasi texnik tavsiyanomasi ko'rsatilgandan yuqori tezlikda harakatlaninishingiz, ya'ni undan oshirishingiz mumkinmi? Masalan, yo'l belgisi 90 gacha chiqishingizga ruxsat berayotgan bo'lsa, deylik 90 gacha chiqsangiz bo'ladi yo'l belgisiga qarab turib, lekin avtomobilingizga maksimal tezlik 70 deb qo'ygan. Siz 90 gacha chiqolmaysiz. Avtomobilingizni holatiga qarab turib tezligi o'lchaniladi. O'shanda harakatlanishingizga ruxsat etiladi. Oshirish mumkin emas degan javobni bemalol tanlaymiz. Keyingisi 8-savol. Avtomagistralda transport vositalarining atayin to'xtashi qaysi joylarda ruxsat etiladi? Bunga hech kim xato qilmasa kerak. Ya'ni dam olish joylarida avtomagistralda to'xtasangiz bo'ladi va to'xtab turish joyi bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, avtopoyezd belgisi qanday holda yoqilgan bo'lishi kerak? Xo'p. Buni sizlarga tashlab beraman. Avtopoyezd belgisi haqida gap ketyapti. Avtopoyezd bilasizlar, tramvay bas, yo'l poyezd basda u yuk avtomobillari. Yuk avtomobillari avtopoyezd hisoblanadi. Shuni qaysi biri to'g'ri bo'ladi? Xo'p, yozib qo'yinglar hozir pastidan. Variantini o'zini yozsanglar aytadi. Xo'p. Qaysi javob to'g'ri yozib qo'yinglar? S. Xo'p. S mi hammaga? A bo'lsa-chi, B bo'lsa-chi? Xo'p, yaxshi. Demak, hammaning fikri har xil. Asosiy javoblar albatta S bo'lyapti. To'g'ri javobimiz ham S bo'ladi. Ya'ni avtopoyezd harakat qilganda ham, qorong'i paytda to'xtaganda ham, to'xtab turganda ham bo'ladi. Yana bitta narsa bor. Bolalar guruhini tashkil etayotgan transport vositalari bor, ular ham belgi qo'yib olaveradi. Yo'kida yaqin yoritish chirog'ini yoqib yurish kerak bo'ladi kunduzi paytda ham. Ular ham kunduzi paytda harakat qilgan paytda doimiy yoqib yurishi kerak bo'ladi va albatta tramvaylar ham bor. Tramvaylar ham doimiy yoqib yuradi. To'xtaganda ham, harakat qilayotgan paytda ham tramvaylar doim chirog'ini nima qilib yuradi, yoqib yurish kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi daraja ta'mirlash yo'li bilan tiklangan shinalarda M1 toifadagi transport vositasini, xullas transport vositasiga o'rnatsa bo'ladimi deyapti. Eslab olinglar, buni yozib qo'yinglar daftarda olib, yokida Telegram yozib qo'yasizlar, mashinani eslab olishlar kerak bo'ladi. Birinchi darajali qayta ishlangan shinalarda oldi balonga qo'yiladi, oldi tomoniga. Ikkinchisini so'rayotgan bo'lsa, mana ikkinchisini so'rayotgan bo'lsa, orqa tomoniga deysizlar. Orqa baloniga ikkinchi deyiladi, oldi baloniga birinchisi qo'ysa bo'ladi. Faqat orqa o'qiga ruxsat etiladigan javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, yaxshi. Yakunlashni bosamiz. 10 tadan 10 ta chiqdi. Hammasi tushunarli bo'ldimi hozirgacha? Birinchi ishlagan biletimizdan tushunarli bo'ldimi hammasi? Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir yozib qo'yinglar. Mana birinchi biletda ishladik. 64-biletda test platformamiz olganlar o'zi biladi. 64-bilet, 65-biletda hozir ishlaymiz keyin. Xo'p, ovozim yaxshi borayotgan bo'lsa, hammasi tushunarli bo'ladi sizga. Xo'p, bu savolni ko'rib berdim. Keyingi savolga o'tishdan oldin, xo'p, hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi savolga o'taveramiz. Tushunarli, yaxshi. Xo'p, biletimizni 65-siga o'tyapmiz unda. Qaraymiz, 65-bilet, birinchi savol. Mana bu yerda cholaxaga e'tibor qilamiz endi. Xo'p, ko'k avtomobil nechinchi bo'lib harakat qiladi? Ko'k avtomobil asosiy yo'lda. Asosiy yo'l belgisi ham turibdi ko'k avtomobil tomonda. Endi qaraymiz. Tramvay, yashil avtomobillar ham asosiy yo'lda ekan. Hozir birinchi bo'lib tez tibbiy yordamni o'tkazib yuboramiz. Buni imtiyozi bor. Bu o'tib ketgandan keyin ikkinchi bo'lib tramvay harakat qiladi, chunki tramvay yashil bilan ko'k avtomobil bilan imtiyozi bir xil. Imtiyozi bir xil bo'lib qolsa, tramvayga o'tishga imtiyoz beriladi. Xo'p, tramvay ikkinchi bo'lib o'tib ketyapti. Uchinchi bo'lib yashil avtomobil harakat qiladi. Qanaqa qilib yashil o'tadi? Bu yerda ko'kchi qolib ketaveradimi? Siz yo'q.
Ko'k 4-chi bo'lib o'tadi. Nimaga yashil birinchi o'tyapti? Chunki yashil to'g'riga harakat qilyapti. Chapga burilayotgan avtomobil doim nima qiladi? To'g'risidagi avtomobilni o'tkazib yuborish kerak bo'ladi. To'g'ri javobimiz, xo'p, 4-chi bo'lib o'tyapti degan javob tanlasak, to'g'ri bo'laveradi. Xo'p, qaysi belgi bir tomonlama harakat yo'lida oxirini bildiradi deyapti. Endi bunga hech kim xato qilmasa kerak. 4-chi javobimiz to'g'ri bo'ladi. Bir tomonlama yo'l oxir. Xo'p, bu yo'l belgisi nimani bildiradi? Mana shuni sizlarga tashib berayotganman. Xo'p. Qaraymiz. Bu savol imtihonda ikki xil shaklda keladi. Shuning uchun tashab beryapman. Boshqacharoq varianti ham bor. O'shanda eslab olishga kerak bo'ladi bu savolni. Xo'p, qaraymiz. Gruppaga tashladim. Javobingizni yozib qo'ying. Xo'p, yaxshi, buni o'zim aytaveraman, vaqt ketyapti. Qaranglar, bu yo'l belgisi nimani bildiradi degan bo'lsa, mana bu yerda yuk avtomobillarga taxlanadi deyapti. Agar yuk avtomobillarni quvib o'tish taxlanayotgan bo'lsa, siz yengil avtomobilda, avtobusda bemalol quvib o'tsangiz bo'ladi. Shu narsani eslab qoling, bo'ldi. Juda ham ko'p savol javobini topasiz shu bilan birga. Ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarga taxlanadigan javob tanlayveramiz. Keyingi savolga o'tamiz. Chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Endi mana sal boshqacharoq varianti. Bundan oldingi biletda shunga o'xshagan savol ishlab bergan edim. Uni yaxshilab topavdik. Endi bunisini ham tashlab beraman hozir. Imtihonda aynan xuddi shunaqa savollar tushadi-da. Shuning uchun yaxshiroq ishlash kerak. Xo'p, qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Mana shuni pastiga yozib qo'yinglar, men ko'rib olaman hammaning javobini. Keyin o'zim javobini qanaqa bo'lishini, nimaga bunaqa bo'lishini hammasini tushuntirib aytib o'taman. Chorrahadan ikkinchi bo'lib o'tadi deyapti. Qaysi biri ikkinchi o'tadi? Xo'p, asosiy yo'lda ko'k, yashil turibdi. Qizil avtomobil ikkinchi darajali yo'lda turibdi. Xo'p. Yashil deyishibdi, A varianti deyishibdi. Xo'p, ko'k. Menimcha bundan oldingi savol tahlilini ko'rgan bo'lsangiz, bu savol sizga oson bo'lishi kerak. Ancha oson bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki qanaqa asosiy yo'l ishlasini ham tushuntirib o'tdim o'tgan savolda. Xo'p. Demak, anchagina osonlashdi deb o'ylayapman, chunki bundan oldingi savolda xuddi shunga o'xshagan savol tashlaganimda ko'pchilik xato yozibdi. Bunda mana anchagina kelmaydi. Demak, rezultati yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Xo'p, birinchi bo'lib kim o'tadi? Ko'k avtomobil o'tadi. Nimaga ko'k o'tadi? Nimaga desangiz, asosiy yo'lda o'ng tomonda turibdi. Mana, o'ng tomon, chap tomon, to'g'rimi? Ikkita barmog'ingizni qo'ysangiz, qaysi tomon o'ng tomon turgan bilasiz bo'ladi. Ko'k birinchi burilib oladi, keyin yashil avtomobilni harakat qiladi, oxirgi bo'lib qizil. Yaxshi, zo'r. Endi keyingi savolga qaytyapmiz. Mana bu yerda buyuruvchi belgi bor. Buyuruvchi belgi mana bitta chorrahadan keyin tugaydi. Mana bu chorrahaning oxirida buyuruvchi belgining ta'siri tugaydi. Keyingi chorrahaga ta'sir qilmaydi. Bu degani ko'k avtomobili bemalol keyingi chorrahadan chapga burilib olsa nima qiladi? Bo'laveradi. Hozir bu yerda chapga burilishga ruxsat etiladi degan bo'lsa, albatta ruxsat etiladi deysizlar. Keyingisi transport vositalarining tezligi texnik tavsiyanomasiga undan holatiga ko'ra 40 km/soat tezlikdan kam bo'lganda avtomagistral bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladimi? Hech qanaqasiga o'ylanmasdan taxlanadi deysizlar. Ya'ni avtomagistralda eng kami 40 dan oshishingiz kerak. Avtomagistralda yurmoqchi bo'lsangiz 41 da yurishingiz kerak bo'ladi-da. Agar undan kam yursangiz, yo maksimali sizda 40 bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Tushunarligi? Xo'p, bu joyda mana shuni sizlarga tashlab beraman. Shu savolda 3 xil varianti bor. Naqd 3 xili bor. Ularni kursda ko'rib beraman iloji boricha. Imtihonga yaqinda topshirmoqchi bo'lganlarga, lekin birinchini ko'rib berishim mumkin hozir. Mana shu savolning javobini yozib ketinglar. Qaysi javob to'g'ri bo'ladi?
Xo'p, qaraymiz. Bu joyda avtobusni quvib o'tsa bo'ladimi deyapti. Yaxshilab qaranglar. Bu yerda temir yo'l kesmasiga yaqinlashyapti. Juda ham yaqinlashib qolgan. Endi hali juda ham emas, lekin yaqinlashib qolgan bu yerda. Qaysi javob to'g'ri bo'lishini yozib ketsanglar, men keyin to'g'risini aytib beraman sizlarga. Xo'p, ruxsat etiladi, taxlanadi. Xo'p, qaysi javob to'g'ri bo'ladi? Hamma ruxsat beriladi deyotgan bo'lsa, siz ham ruxsat beriladi devormang. Noto'g'ri bo'lishi ham mumkin-ku. Hamma bu yerda olim emas. Hammani qilasi yo'q. Xo'p, yaxshi. Tushunarli. Ko'pchilikni fikri hali ham ruxsat etiladi degan javobda qolyapsizlar, to'g'rimi? Xo'p, unda to'g'risini aytaman sizlarga. 150 metr borligi uchun. Qaraymiz. Xullas, bu joyda avtobusni quvib o'tishga ruxsat etiladi. Sababi nimaga? Chunki qaraymiz. Mana bu 3 ta chiziq turibdi, ko'ryapsizlarmi? Shu 3 ta chiziq turgan bo'lsa, kamida bir 150 metr masofa bor degandek bo'ladi. Tushunarligi? Siz temir yo'l kesmasiga yetmasdan 100 metr masofa bo'lsa, quvib o'tishingiz taxlanadi, ruxsat etilmaydi. 100 metrdan kam masofa qoladigan bo'lsa, lekin 3 ta chiziq bo'lsa 150 metr bor degani. Agar mana shu bittasini olib tashlasam, ikkita chiziq qoladigan bo'lsa 100 metr masofa bo'ladi, unda taxlanadi. Bitta chiziq qoladigan bo'lsa 50 metr masofa qoladi. Tushunarligi? Mana shu savol imtihonda sizga keladi. Albatta o'shanda 3 ta chiziq ko'radigan bo'lsangiz, ruxsat beriladigan javob tanlaysiz. Avariya ishoralari yoqilishi kerak. Qachonki? Albatta barcha holatda, ya'ni to'xtash taxlangan joyda majburiy to'xtaydigan bo'lsangiz, yoqasiz. Xo'p, avariya bo'ladigan bo'lsa yoqasiz. Shatakka olishda ham yoqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shatakka olingan transport vositasi yoqadi. Javobimiz oxirgi javob. Xo'p, reaksiya vaqti deyapti. Mana shuni sizlarga tashlab beray. Xo'p, reaksiya vaqti matnli savollardan biri. Shuni javobini belgilab qo'yinglar, men keyin aniq aytaman. Mana shu savolda 3 xil varianti bor. 3 xil. Bu yana siz chalg'itish mumkin bo'lgan yana 3 ta savol bor degani shunga o'xshagan. Xo'p, demak ko'pchilikda varianti A varianti ekan. Xo'p, A variant deyapsizlar, A variant. Lekin nimaga aynan A ligini ham bilib olishimiz kerak-da. Просто A deb qo'ysangiz bo'lmaydi. Imtihonda har xil variantga kelishi mumkin. Xo'p, to'g'ri javobni o'zim aytaman. Mana reaksiya vaqti, eslab qolinglar, reaksiya vaqti siz masalan xavfni ko'rdingiz, oldingizda birorta tosh borligini ko'rdingizda, tormoz bosguningizgacha bo'lgan vaqt bor, bir necha millisekund bo'ladi. O'sha reaksiya vaqti bo'ladi. Ya'ni reaksiya qilib olguningizgacha bo'lgan vaqt. Tushunarligi? Demak, haydovchi xavfni ko'rgan paytdan aniq harakat boshlaguncha o'tadigan vaqt deyapti. Haydovchi tormoz berishni boshlagan paytdan transport to'la to'xtaguncha vaqt deyapti. Birinchi javobimiz to'g'ri bo'ladi. Siz tormoz berib turib, to'xtaguncha o'tkazgan vaqtingiz to'xtash vaqti, tormoz yo'li deyiladi. Tushunarligi? Lekin xavfni ko'rgandan boshlab to'xtaguncha bo'lgan masofa o'tgan bo'lsa, u to'xtash yo'li deyiladi. Tushunarligi? 10-savol. Endi keyin uchlarda, xo'p, avtotransport vositalarining mikroavtobuslardan tashqari orqa devoriga nima yozilishi kerak bo'ladi? Xo'p. Albatta davlat raqami yoziladi va harf yozilishi kerak bo'ladi. Qolgan javoblari kerak emas. Keyingi biletga o'tyapmiz. Xo'p. 65-bilet ishladik hozir. 66-biletga keldik. Qaraymiz. Bu savolda ham, bu biletni ham yaxshilab ko'rib olasizlar. Imtihonda keladigan bo'lsa, aynan shu savollar keladi. Qanday hollarda quvib o'tish taxlanadi? Bundan oldingi savolda aytib o'tganimdek, temir yo'l kesmalarida mumkin emas. Xo'p, quvib aylanib o'tayotgan transport vositalarini quvib o'tishingiz mumkin emas. Ya'ni oldingizdagi birorta avtomobil sizni oldingizdagi avtomobilni quvib o'tayotgan bo'lsa, mumkin bo'lmaydi. Tepalikda oxirgi 100 metr masofa qolganda mumkin emas. Demak, 3-javob ham xato bo'lyapti. To'g'ri javobimiz barchasi. Qaysi transport vositasi, xo'p, haydovchi to'xtab turishga
qonun qoidasini buzdi deyapti. Mana bu yerda usul degan bitta qonun qoidamiz bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi shu bergi usulligini bildiradi. Qanaqa usulda qo'yish kerakligini. Yarimi avtomobilni yo'l yoqasida chiqib turishi kerak, yarimi qatnov qismida bo'lishi kerakligini bildirib beryapti. Xo'p, to'g'ri javobimiz B, V va G avtomobillar xato qilyapti degan javob tanlaymiz. Tushunarligi? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Qaysi transport ushbu belgi nima qiladi? Tatbiq etiladi deyotgan bo'lsa, men sizlarga buni tashlab beraman. Bitta shuni yechib ko'rasizlar. Xo'p, hamma hozir men tashlaganimdan keyin harakat qilib yozib qo'ysin, topishga harakat qilib, hammani javobini ko'rib olish kerak bo'ladi. Xo'p, javobingizni yozib qo'ying, men hammanikini ko'rib chiqaman. Xo'p, demak bu yerda ko'pchilikda javobi S, A debsizlar. Xo'p, xato bo'lyapti. Xo'p, menda shunda bo'lyapti. Buni to'g'rilaymiz. Bunda xato bo'layotgan bo'lsa, S varianti. Xo'p, S javobi. Nechta javob bor ekan? 4 tami? Xo'p, ko'pchilik S deb belgilabdi. Men nimaga bu yerda to'g'ri javob S bo'lishini aytib o'tib ketaman. Qaraymiz. Mana shu belgini ko'rgan bo'lsangiz, avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l belgisi. Xuddi shu belgini ko'rgan paytingiz, naqd 3 ta transportsiyasini yozib oling. Yozib oling, 3 ta transportsiyasini sanab berasiz. Qaysi-qaysilari? Avtomobillar, mototsikllar va avtobuslarni sanab bersangiz, eng to'g'ri variant ana shu bo'ladi. Mana avtomobil, avtobus va mototsikl, xullas mopedlar hammasini aytib bersangiz, o'sha javob to'g'ri. Faqat transportsiyalar deb qo'ymang, bu xato bo'ladi. Chorrahadan birinchi bo'lib kim o'tadi? Endi mana shu o'ng qo'l qoidasini ham tashlab berishim kerak ekan sizlarga. Oxirgi chorraha bo'lsa kerak, yokida yana bo'lishi ham mumkin. Xo'p, qaraymiz. Imtihonda hammani qiynaydigan chorrahalardan bittasi. Hozir bu javobni sraz javobini yozib qo'ying. Men ko'rib hammanikini ko'rib chiqishim kerak. Xo'p, birinchi bo'lib kim o'tadi? Xo'p, yashil avtomobil deganlar bor ekan, qolgan javoblardan belgilaganlar bor ekan. Tezroq harakat qilsanglar, tezroq tahlil qilamiz hammasini. Yashil, birinchi bo'lib yashil o'tadi. Xo'p, yashil deganlar ko'p ekan. Lekin nimaga aynan yashil, nimaga aynan ko'k, nimaga aynan qizil yurishini bilmasangiz, imtihondan yiqilasiz. Xo'p. Ko'pchilik yashil deyapti, lekin nimaga yashilligini bilmaydiganlar ham bor oramizda. Men sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Birinchi bo'lib nimaga aynan yashil yuradi? Qizilning qo'li bo'sh-u deganlar ham bor oramizda. Yo'q, hamma imtihonni o'tib bo'lganmi? Qaranglar, qizilning qo'li bo'sh, o'rtaga chiqib to'xtaydi. Nimaga to'xtayapti? Chunki ko'k avtomobili qizilning qo'liga aylanib boradi. Shunaqa paytda. Tushunarligi, mana chapga burilyapsiz, ko'kka qarasangiz o'ng qo'lingiz turibdi. Ko'k to'g'ri ko'ryapti. Ko'kning o'ng qo'lida yashil bor. Yashil birinchi bo'lib o'ngga burilib oladi. Keyin ko'k avtomobilni o'ng qo'shadi, bu harakat qiladi. Oxirgi bo'lib qizil avtomobili chapga burilib ketsa bo'laveradi. Chorrahadan birinchi bo'lib yashil avtomobil yuryapti. Yaxshi. Xo'p, mazkur svetoforda qizil yoritgichda harakatlanish taqiqlanadi. Qayerga taqiqlanadi deb so'rayapti. To'g'ri javobimiz svetofor
Qaysi tasmani svetofori bu? Reversiv tasmani svetofori hisoblanadi. Reversiv tasmada harakatlaninishingiz mumkin emas, qachonki shu qizil yongan bo'lsa. O'sha tasmani ustida aynan shu svetofor qo'yiladi-da, sizga ruxsat bermaydi agar qizil yongan bo'lsa. Xo'p. Mana shu savolni sizlarga tashlab beray ekan. O'zim aytib o'tib ketaveray. Qaranglar, tegishli belgilar bilan belgilangan qiyaliklarda yuzma-yuz kelayotgan transportlarni o'tib ketishi qiyin bo'ladigan bo'lsa, yo'l berish zarur. Kim yo'l beradi? Bunaqa paytda pastga tushayotgan transportsiz tepaga chiqayotganiga yo'l beradi. Ya'ni mana tik nishoblida harakat qilayotgan transportsiz tik balandlikka chiqayotgan avtomobilga yo'l beradigan javob to'g'ri deb tanlaysizlar. Xo'p. Balandlikka harakatlanayotgan avtomobil ustun hisoblanadi. Tushunarligi 7-savolga o'tamiz. Mana hozirgi svetofor, hozir ko'rib chiqqan svetoforimiz, revers tasmani svetorfori ko'ra oldinglar. Ushbu qismda quvib o'tishga ruxsat etilmaydi, taxlanadi. Sababi reversiv tasmaga faqatgina chorraha orqali kirasiz. Chorraha orqali. Tembolik qizil bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Harakat tezligini tanlashda haydovchiga nima taxlanadi? Xo'p, keskin. Men sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketaymi? Bu narsani o'zi asosan kursdagi o'quvchilarga aytaman, sizlarga ham aytib o'tib ketaman. Keskin degan javob qatnashgan so'z qatnashgan javoblar bor, mana shular hammasi taxlanadi yoki xato javobda keladi. Mabodo sizdan taxlanishini so'rayotgan bo'lsa, o'sha to'g'ri javobda keladi. Lekin qaysi javobda ruxsat etiladi degan bo'lsa, keskin degan javob qatnashgan bo'lsa, o'sha xato javobda keladi. Tushunarligi? Demak, bu javobimiz xato. Ya'ni taxlanadi ekanligi uchun shu javob to'g'ri chiqadi albatta. Xo'p, belgilab qo'yilgan tezlikni oshib ketish ham mumkin bo'lmaydi. Demak, ikkala javobimiz ham sanab o'tilgan ikkala shartlar ham taxlanadigan javob to'g'ri bo'lyapti. Keskin degan so'zni eslab qo'yinglar. Keskin doim taxlanadi yoki xato javobda keladi. Qo'l jarohatlanganda jabrlanuvchi ko'ylagi qanday tartibda yechiladi? Birinchi bo'lib soq qo'ldan yechiladi, keyin jarohatlangan qo'ldan yechiladi. Xo'p, soq qo'ldan keyin jarohatlangan. Kiygizilish bo'lsa teskarisi bo'ladi. Buni biz bilasizlar. Xo'p, mopedlar shatakka olishga ruxsat etiladi. Mopedlarda shatakka olishingizga taxlanadi. Nimaga yonka javas bo'lsa-chi deb so'rashingiz mumkin. Lekin moped bilan mototsiklning farqi, mototsikllarda yonkajava bo'ladi. Mopedlarda bo'lsa yonkajava bo'lmaydi. Tushundingizmi? Moped boshqa, mototsikl boshqa. Shunda farqi bor bular. Xo'p, yakunlashni bosamiz. Natijamiz zo'r chiqdi. Xo'p, bugungi hozir qilingan tahlillar hammasi tushunarli bo'ldimi sizlarga? Tashlab bering natijasini. Tahlillar tushunarli bo'ldimi? Xo'p, tushunarli, hamma tushunarli deyapti. Hamma yozib qo'ysin. Sizga qanchalik tushunarli bo'ldi yoki ovoz yaxshi bormaganlar ham bormi? Agar ovoz yaxshi kelmagan bo'lsa, yozib qo'ying menga. Sizlarga zapiskani ham tashlab beraman chatur. Kelib olgandan keyin. Mabodo ovozi yaxshi bormagan bo'lsa, ko'ryapsiz bo'ladi. Ha, tushunarli. Xo'p, tushunarli. Keyingi biletga o'tamiz. Hammani fikrini bilib oldik. Xo'p, qaraymiz. Endi biletlardan biz bitta real imtihonni ishlab beraylik bunda. Bitta real imtihon ishlab beramiz. Xo'p, siz yengil avtomobildan qaysi jihozlar mavjud bo'lmaganda foydalanishingiz mumkin deyapti. Xo'p, buni sizlarga tashlab beraman hozir. Topib ko'rasizlar. Imtihonda kelishi mumkin bo'lgan qiyin savollardan bittasi. Xo'p, yengil avtomobilda harakat qilayotgan bo'lsangiz, qaysi jihoz mavjud bo'lmaganda foydalansangiz bo'laveradi. Ya'ni minishingiz mumkin bemalol deyapti. Mabodo yaxshilab qarasangiz, javobi juda ham oson bu savolda. Eng oson savollardan bittasi. Faqat
fokus qilsangiz, e'tibor qilib javoblarni o'qiydigan bo'lsangiz, o'ta ham oson. Ko'pchilik o'z to'g'ri ham topsa kerak. Xo'p, B, S, xo'p, A deganlar ham bo'lsa kerak. Demak, hammada B, to'g'rimi? Tushunarli, hammada B. Demak, g'ildirak ketishga qarshi moslama faqat yuk avtomobillarda qo'yiladi. Tushunarli. Yuk avtomobillari g'ildirak ketishga qarshi moslamani ballonning orqasiga qo'yib olish kerak bo'ladi. O'shanda qiyaliklarda yuki og'ir bo'ladigan bo'lsa tushib ketib qolmaydi. Xo'p, turar joy dahalarda harakat qilayotgan bo'lsangiz, maksimal tezligingiz 20 km/soat tezlik bo'ladi. Piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan paytingiz 30 bo'ladi albatta. Keyingi savolga o'tamiz. Qaysi belgi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyini bildiradi? Xo'p, A varianti bo'ladi albatta. B varianti, ya'ni ko'k ranglisi e'tibor qilib qo'ying. Faqatgina tartibga solingan piyodalar o'tish joyi bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Mana shu savolni, xo'p, o'zim aytib beramikin. Chap tomondagi yoniq hududdan foydalanib qayrilib olishga qaysi biri to'g'ri qilyapti deyapti. Eslab olinglar, mana shu joyda qaysi biri qisqaroq masofani olayotgan bo'lsa to'g'ri qiladi. Lekin katta masofani olib qayrilib oladigan bo'lsa xato qiladi. Mana bu yerda ko'rib tursa, juda ham keng masofani olib qayrilyapti. O'rtada katta masofa turibdi. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa mumkin emas. Faqatgina mana bunaqangi qisqa masofani olib qayriladigan bo'lsa, o'shanda qonun-qoida nima bo'ladi? Buzilmaydi. Ta'minlayapti deydigan bo'lsa, chap tomondagi deysizlar, faqat chap tomondagisi. Harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Xato javob. To'g'ri. Men chap tomonga e'tiboribman. Mana bu javob to'g'ri o'zi. O'ng tomondagisi ekan. O'ng tomondaligi esimdan chiqib qoldi. Demak, meni xatoim. Eslab olinglar, mana o'zi qonun-qoidani buzmayapti, mana unisi buzyapti. Ya'ni katta masofani olayotgani buzayotgan bo'ladi, qisqa masofani olayotgani buzmayotgan bo'ladi. Men buni chapda ko'ribman-da. Keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, sariq avtomobili xohlagan tasmasiga tushsa bo'ladi bu yerda. Savolni o'qib o'tirish shart emas, ya'ni rasmini ko'rsiz bo'ldi, javobini topasiz bunaqa savollar. Sariq avtomobil chapga burilayotgan paytda, mana birinchi tasmagami, ikkinchi tasmagami, uchinchi tasmagami bemalol tushsa bo'ladi. Lekin bitta sharti bor. Mabodo mana shu mototsikl ko'radigan bo'lsangiz, agar mabodo yengil avtomobilda o'tgan mototsikl bo'ladigan bo'lsa, u faqat chap tasmaga tushadi. Mana faqat chap tasmaga tushadi. Tushunarligi? Eslab qoling, mabodo imtihonda mototsikl ko'radigan bo'lsa, chap tasmaga qo'yasiz. Keyingi savolga o'tamiz. 10-biletgacha, 10-savolgacha ishlaylik, qolganini yana ko'rib chiqamiz. Chorrahalardan bittasi, buni sizlarga tashlab beraman. Ko'pchilik chorraha deyapti-da, hech ko'ramiz. Xo'p, demak, qizil avtomobil, qizil. Xo'p. Uchinchi bo'lib o'tadigan avtomobilni so'rayapti. Qaysi savolligini tushunmayotgan bo'lsalar, uchinchi bo'lib o'tadi. Xo'p, natijalar yaxshi hammada. Endi qaranglar, men to'g'ri javobni aytaman. Birinchi bo'lib militsiya xodimi o'tib ketadi noliga. Nimaga? Buni imtiyozi bor. Chiroqlari ham yoniq turibdi. Xullas, bu birinchi o'tib ketadi. Ikkinchi bo'lib kim yuradi? Ikkinchi bo'lib yashil avtomobil harakat qiladi, chunki asosiy yo'lda qizil bilan yashil avtomobillar turibdi. Birinchi bo'lib o'ng tomondagisi o'tib oladi. Tushunarligi? Yashil, keyin qizil, oxirgi bo'lib ko'k avtomobili harakat qilsa bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz qizil avtomobili uchinchi bo'lib harakat qilyapti. Xo'p, qorin bo'shlig'i jarohatlanganda odamda ovqat yokida suv darmon berishi mumkinmi? Qorin bo'shlig'i jarohatlanadigan bo'lsa, endi o'zingiz shifokorda nimasiz berishingiz mumkin emas. Shifokor ruxsat bersa keyin berasiz. Keyingi savolga o'tyapmiz. Xo'p, shunaqa qayrilib olish bo'layotgan bo'lsa, qaranglar, birinchi bo'lib o'ng qo'l qoidasini ishlatasizlar bu yerda. Masalan, mana mikroavtobus ko'rayotgan narsani yengil avtomobil ko'rolmaydi. Ya'ni mikroavtobus sizni to'sib qo'ygan bo'ladi qayrilib olayotgan paytda. Demak, siz ko'rolmasangiz,
o'zidan o'zi yuborishingiz mumkin emas. Birinchi mikroavtobus bunday burilib olayotgan paytda u bilan birga yursa siz xavfsiz bo'lasiz. Mabodo moshina kelib ursa mikroavtobus uradi, sizni urmaydi. Tushunarligi? Juda ham oson narsa. Oson qilib tushuntirib beryapman, tushunib olishingiz uchun. Mabodo metdan kelib moshina urgan taqdirda ham mikroavtobus uradi, sizni urmaydi. Xo'p, vaziyatda kim yo'l berish kerak? Yengil avtomobil yo'l beradi. Qaysi yo'nalishda harakatlanishingizga taqiqlanadi deyapti. Xo'p, buyuruvchi belgi bor. Chapga va o'ng tomonga buyuryapti sizni. Bu degani chapga, o'ngga va qayrilib olishingizga ruxsat beradi. Qayrilib olish ixtiyoriy, lekin o'ngga chapga majburiy bo'ladi. Tushunarligi? Faqat to'g'riga harakatlanishingiz taqiqlanadi. 10-savol. Piyodalar o'tish joyiga qancha masofa yetmasdan to'xtash va to'xtab turishga ruxsat beriladi? Albatta 10 metr, o'ta 1 metr masofa bo'ladi. Yetmasdan 10 metr masofada to'xtashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, hozirgacha tushunarli bo'ldimi? Xo'p, yozib qo'yinglar, hozirgacha tushunarli bo'lgan bo'lsa. Hammasini tushunib olgan bo'lsangiz, mana shu yerga yozib qo'ying. Xo'p, ko'pchilik mendan keyin hali so'ragan edi. Mana video tashlagan paytimda tepada soat 2larda video tashlagandi. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, bir haftalik va 2 haftalik onlayn ekspress kurslarimizga o'quvchi olishni boshladik. Juda ham kamroq olayotgan iloji bor, chunki sifatga e'tibor qilgan holda, lekin hozir mana joylar bo'shadi. O'quvchilar natijasini qilib olgan, o'ndaga qo'shib olish imkoniyatinglar bor. Mana bu yerda masalan natijalar karan tashlab qo'ydim. Hozir o'tadigan bo'lsangiz ham mana tayyor siz uchun shablon, ya'ni nimaga bet tashladim? Ko'rgan paytingizda o'quvchilar o'zi o'tyaptimi, yo'qmi, yokida natijalari qanaqa bo'lyapti, fikrlari qanaqa, shuni ko'rib olishingiz mumkin. Keyin bitta narsani eslab qolinglar, masalan, men sizlarga bitta haqiqatni aytib o'tib ketay. Hozirgi paytda bilgan bo'lsanglar, Instagram kiradigan bo'lsangiz, hamma teacherda matsa bo'ladi. Yoqib olib videolarga juda ham ko'payib ketdi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak bu narsani. Ya'ni kim video qilayotgan bo'lsa Instagramga, kim o'zini olib chiqayotgan bo'lsa, test tahlil qilib berayotgan bo'lsa, hamma kurs sotadi. Maqsad kurs. Bo'ldi shu. Ya'ni hamma siz video qilib beryapti, tahlil qilib beryapti, siz zo'r ma'lumot beryapsiz. Masalan, bu kanalda oling, hammasini maqsadi oxir kurs bo'ladi. Shuning uchun bu Instagramdan chiqqan kanaliga nima bo'lib qolmang, ya'ni bo'ldi shundan sotolmaydi, bo'ldi nima qilaman degan narsani o'ylab qolmang. Juda ham ko'pchilik menga yozdi. Bundan sotib olgan natija bo'lmadi, bundan arzonga sotib oldim, natijasi bo'lmadi, o'qolmadim, keyin sizga yozyapman degan narsani yozganlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun men sizlarga aytib o'tib ketaman. Bu narsa maqsad, ya'ni xohlasanglar amal qilib qolasizlar yo'q, iloji boricha ishonchli, natijalari yaxshi bo'lgan kurslar tanlasanglar yaxshi bo'ladi. Mendan tahlil demayapman. Iloji boricha aqabaqa qarab turib, rostdan ham tajribasi katta bo'lgan ustozlardan olganlaring yaxshi. Masalan, men natijalarga qaraydigan bo'lsak, bu o'quvchimiz 3 marta imtihondan yiqilib, bir hafta tayyorlanganlar. Mana natijalarga qaraydigan bo'lsangiz bilib olasiz. 20-dekabr, mana dekabrda 3 marta topshirgan, o'talmagan. Oxirgi bir 10-aprelda, aprelda boshidan tayyorlangan. Birinchidan boshlab, mana shu 2-birinchidan boshlab 10-gacha va natijasi xuddi shunaqa bo'lgan. Keyingisi, masalan, bu opamiz ham mana birinchi urinishga o'tgan ekan 17-aprel kuni. Xo'p, natijalar mana shunaqa. Ya'ni bu ko'rayotgan bo'lsanglar imtihonda asosiy yiqilganlar yozadi. Ya'ni shunaqa kurslarda o'qib, har xil kurslarga borib, onlaynda arzonlarini olib, o'qib, o'talmay turib keyin bizga yozayotganlar juda ham ko'p. Shuning uchun men sizlarga aytib o'tib ketdim. Arzon kurslariga yokida endi chiqqan kurslarga ishonib qolmanglar degan maqsadda aytyapman. Bu opamiz ham mana fevralda topshirgan, oktyabrda topshirgan, oktyabrga 5-sentyabrda topshirgan, oxiri 3-aprelda bir hafta o'qib, imtihonni o'tib kelgan. Ya'ni asosiy bir haftada bemalol imtihonni o'tasiz bo'ladi sizlar. Yetarli bo'ladi. Mana yana yakuniy natija. Xo'p, mana natijalar o'quvchilarda dars mobaynida qilayotgan natijalari ko'rgan bo'lsanglar, mana 10 tadan 10 bular qisqa vaqt ichida bo'lgan natijalar.
Mana bu opamizdan 3 marta yoki 2 marta ekan imtihondan fevralda bir marta kirgan, 1.600.000 so'm to'lagan. Ikkinchisiga mana yana 1.500.000, 1.600.000 dan to'lagan va uchinchisiga yana 1.600.000 to'lab turib, 14-aprel kuni birinchisida o'tgan, ya'ni bir hafta tayyorlandi xolos. Aytmoqchi bo'lganim, siz ham bir haftada shunaqa natija qilishingiz mumkin. Faqat bitta narsani unutmang. Hali topshirishga ulgurmagan bo'lsangiz, ertaroq tayyorlanish boshlaganingiz yaxshi. Siz ham xuddi shunaqa 1.5 million, 1.600.000 so'mga tushmaysiz o'shanda. Mana yana 7-fevral kuni topshirgan o'quvchi, 31-mart kuni topshirgan, keyin bizni kursimizda 2 hafta kutib bir xato bilan tayyorlangan, xuddi shunaqa natijani qilib chiqqan. Bu o'quvchimiz ham kamida 4.5 millionga yaqin pul ishlatgan shu marta imtihonga. Hali amaliysi ham bor, 1.600.000, 1.5 millionga topshiradi. Mana bu o'quvchimiz birinchisi ham o'sha o'tib chiqqan imtihondan 14-aprel kuni. Ya'ni bularda sanab tugamaydi. O'zinglar kirib ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi natijalarda. Mana 31-mart kuni imtihonni qilib, keyin bizga yozgan, bir haftada 13-aprel kunigacha tayyorlab berganmiz. Xuddi shunaqa natijani qilgan. Asosiy sizda plyus tomoni o'zim bilan tayyorlanasiz. Mana mendan ko'pchilik so'ragan edi, biz test platformamizdagi tahlillar qanaqa bo'ladi o'zi saylaganlar qanaqa deb so'raganlar bor ekan. Birinchi biletdan boshlab. Hozir biz test platformada ikkita bilet tahlil qildik-ku. Undan ko'ra yaxshiroq qilib, har bitta savolda bitta video qilib tahlil qilib chiqaman. Bitta kala so'zlardan boshlab bitta savolda har bittasini alohida tahlil qilib chiqaman. Ya'ni 1 minutdan har bitta savolga fokus qaratib. Bu degani siz bitta savolni ko'rishingiz mumkin va qayta ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa 3 soatlik kodda 2 GB video ochib olish shart emas buning uchun. Alohida 1 megabayt, 2 megabayt, ya'ni ko'rishingiz ham oson bo'ladi va telefoningizga saqlab olishingiz ham mumkin bo'ladi bu videolarni. Va men bu test platformani faqatgina imtihonga tayyorlanayotgan o'quvchilarga beraman. Tahlillarni ham o'shalar tayyorlansa bo'ladi bu bilan birga. O'shanda rezultati ham shunga yarasha zo'r bo'lyapti. Xo'p, narx qanaqa deganda so'raydigan bo'lsangiz, xo'p, men sizga aytib o'taman. Kurs narxi qancha deb o'ylaysiz? O'zi ko'pchilik bilishi ham mumkin, bilmaganlar uchun so'rayapman. Mana shu yerga o'zingizni taxminingizni yozib keting, biladigan bo'lsangiz yozib qo'ysangiz ham bo'ladi albatta. Biz onlayn kursimizda, ya'ni onlayn qanaqa bu oddiy onlayn kurs emas, onlayn ekspress kurs, bekorga onlayn ekspress kurs emas bu. Ekspress kurs 1 million 200 ming so'mlik kurslarda onlayn varianti bo'ladi. Oddiy sizni imtihonga tayyorlab bergan kurslardan emas. Siz kun mobaynida ishlab olishingiz uchun sizga zo'r sharoit qilib beriladi. Men o'zim bilan kun davomida xatolar tahlil qilib chiqishingiz imkoniyatingiz bo'ladi albatta. Faqat yaxshi harakat qilsangiz, ya'ni o'zingiz harakat qilishingiz kerak buning uchun. Xo'p, natijalar ko'rdinglar. Mana bu savollarni tahlilni qilib chiqdik. Yaxshilab esingizda qolgan bo'lsa, imtihondan o'tishingiz uchun o'sha shular ham anchagina sizga foydasi tegadi. Xo'p, narxlari qancha deb yozayotganlar bor ekan. Qaranglar, narxlari bir haftaga 249 ming so'm bo'ladi, 2 haftaga 349 ming so'm, bir oyga 449 ming so'mga kursga qo'shila olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir aytgan narxlarimni qo'shib oladigan bo'lsangiz, hozircha shu narxda yaqinda oshishi kutilyapti. Chunki yana ham yangiliklar qo'shyapmiz. Buni narxini, ya'ni qiymatini oshiryapmiz, yana ham o'sha hozir pik darajaga chiqib bo'ldi qiymati, lekin bundan ham oshirish niyatim bor. Ya'ni qiymatiga ko'proq fokus qaratiladi, o'shunga yarasha narxi ham oshadi keyin. Kafolat bilan bir hafta ichida ham imtihonga tayyor bo'lib olasiz. Menga yozadigan bo'lsangiz, mana hozir admin ssilkasi tashlab berdim. O'shanga yozadigan bo'lsangiz, sizni o'zingizning darajangizga qarab turib, qanday tayyorlanishingiz kerakligini moslab beramiz. O'shanda imtihonga to'g'ri tayyorlanasiz. Masalan, hammaga ham bir hafta yetarli bo'lmasligi mumkin. Natija juda ham past bo'layotgan bo'lsa yokida yaqinda tayyorlanish boshlagan bo'lsangiz, nima desa bo'ladi? Oldin 1-2 yil oldin tayyorlangan bo'lsangiz, hozir esingizdan chiqib ketib qolgan bo'lsa, anchagina pasayishi mumkin-da natijasi. O'shuning uchun shunga qarab o'zim tavsiya qilaman. Mana o'sha adminga yozadigan bo'lsangiz, javob qaytaramiz. Keyin bemalol kursga yozilib olishingiz mumkin. Narxlarni aytib o'tganimdek, bir haftaga 249 ming so'm bo'ladi. 2 haftaga bor yo'q 349 ming, bir oyga 449 ming so'm bo'ladi. Masalan, 17 ta, 16 ta, 18 ta, 15 tadan ko'proq topayotgan bo'lsangiz, yoki yaqin orada imtihon kirib chiqqan bo'lsangiz, bir hafta ro'ppa-rosa yetarli bo'ladi sizga. Masalan, bu hafta boshlasangiz, kelayotgan dushanba kuni mana ertadan boshlasangiz, keyingi hafta dushanba kuniga tayyor bo'lasiz. Va bugun mana
dushanba kuni ertadan boshlab darslar boshlanadi. Faqat uzog'i 10 tagacha o'quvchi olamiz xolos. Joylar juda ham kam. Masalan, 15 dan kamroq topayotgan bo'lsangiz, 10 ta atrof chiqayotgan bo'lsa, 12 ta, 13 ta, 14 ta chiqayotgan bo'lsa, bunda siz 2 haftalikka qo'shilishingiz kerak bo'ladi. Yana bir qator gaplashamiz bunisini yozadigan bo'lsangiz. Xo'p, u yerda ishlayapti. Hozir juda ham ko'pchilik ichiga yozyapti ekan. Sizlarga qarab o'yladi, albatta, muammosi yo'q buni. Hozirgi natija qilganlar ko'rdinglarmi? Bitta narsani aytib o'tib ketish esimdan chiqdi. Mana shu natijalar ko'rgan bo'lsangiz, asosiy natija qilganlar imtihonda yiqilganlar. Oldin yiqilgan, keyin kursga qo'shilgan, keyin tayyorlanish boshlagan. Mana shu joy xato bo'lgan. Ya'ni siz imtihonda yiqilib chiqishdan oldin boshlaydigan bo'lsangiz, o'shanda natijangiz nima desa bo'ladi? Pulingiz o'zi bilan qoladi demoqchiman. Bekordan bekorga 1,5 million, 1,6 million pulingizni bo'ldim, bo'lmadi, bilmasdan turib kiradigan bo'lsangiz, unda yiqilib chiqish ehtimoli juda ham katta. Masalan, mana yaqqol misol 3 marta imtihonda yiqilgan ekanlar. Dekabrda o'zida, dekabr 4-kuni, 19-dekabr, 20-dekabr kunlari nechta pul bo'ladi 3 marta imtihonda yiqiladigan bo'lsangiz? Birinchisi 1,5 million bo'lsa, ikkinchi va uchinchisi 1,6 million so'mdan bo'ladi. Bu degani 3,2 million so'm. 3,2 million so'mga 1,5 millionni qo'shadigan bo'lsangiz, xo'p, sizda 4 milliondan oshiqroq pul bo'lyapti, to'g'rimi? Va mana 4-sini qo'shadigan bo'lsangiz, 6 millionga yaqin pul bo'lyapti. Lekin amaliysi ham bor, hisobda 8 millionga yaqin pulni prosta imtihon uchun ishlatib olishyapti. Shunaqa vaziyat bo'lmasligi uchun baribir bir hafta tayyorlanib olsangiz, ko'nglingiz xotirjam qilib, imtihonni o'tarkanman, ya'ni tayyor ekanman deb rostdan ham ishlanib kirsangiz bo'ladi o'shanda. Hozirgi paytda shu offlayn kurslar deyarli nima desa bo'ladi, pasayyapti. Nimaga? Chunki effektivi kam onlaynda. Offlayn deganim, onlayn kurslar tayyorlanadigan bo'lsangiz, birinchi sizda 24 soat vaqtingiz bo'ladi tayyorlanish uchun. Masalan, offlayn kurs sentrda bo'ladi. Siz mashinaga borasiz, mashinaga chiqib, o'sha ekspress kursga borasiz, 7-2 soat tayyorlanasiz, yana qaytib kelishingizga vaqt ketadi. Bundan ko'ra telefoningiz o'zida o'tirib turib bemalol onlayn tarzda test savollarini yechib, tahlilni birga qilib tayyorlab olish ehtimoli kattaroq. Ya'ni sizga nisbatan osonroq ham bo'ladi va vaqtingiz ham tejaladi. Kerak bo'lsa, pulingiz ham bir 10 barobar tejalishi mumkin. Mana masalan, martda 31-mart, 12-martga yiqilganlar bir hafta tayyorlanib, mana 9-mart kuni imtihonni chiqadi. Opamiz. Xo'p, yana mana imtihonni birinchi urinishda o'tganlar, mana birinchi urinish, mana ikkinchi urinishda. Xullas shunaqa. Siz ham imtihonda yiqilib qolishni xohlamasangiz, shularga o'xshab birinchi urinishda o'tkiz kelayotgan bo'lsa, mana tayyor imkoniyat sizga bir hafta tayyorlanib imtihonni o'tib olasiz. Masalan, yana 3 martalab imtihonni o'tolmagan o'quvchilar bir hafta tayyorlanganlar imtihonni o'tib ketganlar. Mana ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zi sahran qilib qo'yilgan premium bir haftada. Bir hafta tayyorlanganlar xolos. Xo'p, kursga yozilmoqchi bo'lganlar, mana shu silka orqali hozir adminga yozadigan bo'lsangiz, sizga hozir mana primoy tugatib o'zim bitta yozib chiqaman. Qo'shilmoqchi bo'lgan o'quvchilarga ertadan boshlab, bugundan qo'shib olsangiz, ertadan boshlab tayyorgarlikni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, hammaga bugun dars tushunarli bo'lgan bo'lsa, ko'p narsani o'rgangan bo'lsangiz, xursandman. Chorrahalarda menimcha ancha-muncha savollarni tushunib oldik. Asosiy yo'lda ikkita avtomobil turgan bo'lsa, o'ng qo'l qoidasini qanday ishlatish kerakligini yaxshilab tushunib oldik. Undan tashqari har xil yana matnli savollarni, kala so'zlarni ham kerakliklarini aytib o'tib ketdim. Yozib olgan bo'lsangiz yozib oldingiz. Agar yozib olmagan bo'lsangiz, hozir boshqatdan men buni tashlab qo'yaman videosini, keyin bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi.